Bizlar birovga O'sha yomonlik emas, yo'q do'stlar. o'sha kuni bunday bo'ldi. Gapimni eshit. Qashqadaryodan, Surxondaryodan kelayotgan vaqtim yo'lda bir qizcha qo'l ko'tardi. Bir 3 ta ayol qo'l ko'tardi. Keyin ikkita ayol, bitta qiz bor edi. Keyin to'xtadim, sovuqda ekan ertalab. Avvalay shulardan. Men to'xtasam, qizni o'zi mindida, ular minmadi. Keyin Gulistonga ekan, Gulistonga gaplashib ketdik. Xullas, men uyqum kelyotdi, sal gapga tutdim, qiz ham gapirdi, men aytdim. Kelib yo'lda qizni mindirguncha hamma men bilan kelib rasm tushdi-da. Rasm uchun narsa qilib, to'g'ri o'tgan qaytgan signal chalyapti. Keyin bir vaqtda tanimasa bo'ladimi qiz? Dedim, bizani qanday tanimaslik? Men aytdim, O'zbekiston Taysonni bilasizmi, yo'qmi dedim. Aytdi, yo'q dedi. Keyin sen videolaring ko'rsatdim. Yo'q deydi. Men aytaman, tush mashinamdan dedim. Tur yo'qoldi. Tayson bilan to'g'ri tanimasang dedim, men mashinada yurishga haqqim yo'q dedimda, qizni tushirib yubordim. Bunday chiroyli qiz ketdi. Qashqadaryoga ham borib kelding. Qashqadaryo yongan. Men Nima gap? borsam bir qiz edi. Onasi endi Qashqadaryoda faqat ko'chada yursam bo'ldi. Berakan birinchi savol, boy qachon, ikkinchisi Tayson qayerda? Tayson yo'q qoldi demangmi? Tayson umuman hozir Tayson dedim, bitta rus xotin olgan dedim, yuribdi o'sha yoqda dedim. Mazza qilib yashar yo'q, dedim. yo'q, unaqa narsa dema, unaqa narsa dema. Unaqa narsa dema, video chiqib ketadi. Natasha qoldi. Qizlar bilan meni ishim yo'q jigarim. Analarda yuribsan, nima edi, poyezdlarda. Poyez yo'l niyatim bor edi shunaqa. Poyez yo'lda ishlash. Bu reklama emas. Sof savdo internet magazini 2016-yildan buyon tajribasidan o'tgan va sifati a'lo darajadagi mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda soch va soqol o'stiruvchi, zararsiz ozdiruvchi va semirtiruvchi mahsulotlar, gijjalarni yo'qotuvchi, bundan tashqari jinsiy zaiflik, prostata, urologik va ginekologik tomonlama kasalliklarga yechim, teri kasalliklari uchun yuzdagi qora dog'lar, psoriaz, vitiligo ya'ni oq dog' kabi ko'plab teridagi muammolarga yechim topish mumkin. Butun Rossiya va O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Lekin jigar to'g'risida, masalan, bundan 1-2 yil oldin, ya'ni odamlar kelishim boshqarish bo'lishi mumkin, lekin shu poyez yo'lga ishlash niyatim bor edi, lekin nimadir bo'ldi, keyin shu hayotim o'zgarib, umuman yaxshi tomonga nimaga shunchaki hozirqa niyat qildim, Alloh undan deb balantini zo'rni berib qo'ydi-da. Sen yaxshi ish qilibsan borku. Shu Alloh to'g'ri qilibdi, borga to'g'ri yo'l ko'rsatdi. Onasini shuncha odamni umriga zomin bo'lib ayting. Alloh shunday aytgan, buni tezroq Rossiyaga jo'natmasa degan bu yo'q qiladi. Mana shu negativlardan Rossiyaga kelib qutulmadim, Rossiyaga kelib. O'zi O'zbekda bari Rossiyada bo'lsa, qanday sen qutulasan? Barbaga boryapman-da. Barbaga boryapman. Masalan, ruslar ham haqiqatan tan olyapti-da. Shunday qaraydi, masalan, barbaga birinchi kecha bordim, shunday ko'ryaptidan. U deyapti, hammasi ruslar hayron qolyapti zalda. Taysonga o'xshaydi ekanmi deyapti hammasi. Sen kimsan, unaqa ruslarda bir narsa deyapti-da. Men zavod deb Tayson, O'zbekistonga Tayson desam, hayron qilib qolyapti. His qildirib qo'yapman-da. O'zbekistonskiy Tayson deb his qildirib qo'yapman. Hayron qilib qolyapti. Tayson ham kafiyasi bor ekan deb. Ruslar ham hayratda qolyapti. Ana kimada mana bu yoningga chizdirib olishing kerak-da. Manshargami? Tayson bana ko'rish. Jo'ra, uylanganingcha chizdirib olgan, uylanganingdan keyin olib tashlaysan. Tayson bana ko'rishayotgan niyatim bor. Tayson bilan Tayson tog'am bilan ko'rishayotgan deb chizdiraman. Onasini ham mana yoqda bir Diana degan qiz aytadi. Effektmi yo'qmi deydi onasini ham. Shunchalar xunimizam Tayson. Shunchalar xunimizam bu nima qiladi men deydi bizam. Asosiy qalbimiz toza bo'lsa yetadi, jigar. U xunuk bo'lish insonni shart emas. Asosiysi oddiy Nokia bo'lsa ham ochilmagani bo'lsa yaxshi deydi-ku. Ya, hozirgi zamonda qizlarga yoqadigan narsa nozik qo'l,
Mana bu mashinasi, kissasidagi puli, bilay mana buncha bo'lsa ham ustidagi kiyimi qimmat bo'lsa bo'ldi. O'zi ham qo'lidagi 16 Pro Max'ni qo'li arrang ko'tarib yuradi. O'shanaqa bola bo'lsa bo'ldi, bunday baquvvatroq, gapiga distva qiladigan, hu deganda erkaklik bilinib turadigan. Ular kerak emas. Jaydar, Faqat pul muhim. senga o'xshagan, menga o'xshagan jaydarlar kimga kerak? Bilasanmi? Ota-onangga, uydagilaring, yaqin jigarlaringga kerakmiz, do'stim. Masalan, qanchadan qancha inson bizlarni kuzatishi mumkin, tanishi mumkin, lekin boshimizga bir ish tushsa, nimadir tushsa, avvalambor yuguradigan bu aka, uka, jigar, ota-onang bo'ladi. Boshqa hech kim, hammasi begona mana shu yerda. 4000 ga yaqin, 3000 ga yaqin odam kuzatib turishi mumkin seni, meni. Lekin bir narsa bo'lib ketsa, hech kim topolmay qolasan. Oila o'shaning uchun birinchi o'rinda. Oilani mahkam qilingizlar, do'stlar. Tayson tog'alangdan. Ana domlalar ham, psixologlar ham diplomini shunday otib olib Amerikaga, Rossiyaga ishga ketayotganmish, Koreyaga. Sani dastingdan. Biz Nima uchun meni dunyoga dastimdan? motivatsiya berayotganmishsan. Eri xotinni yarashtiradigan ham Tayson, ikkita do'stni yarashtiradigan ham, sevgani bilan urushib qolsa yigitlarni anoq qiladigan ham, trenovkaga chiqmaydiganlarni trenovkaga chiqartiradigan ham, 5 ga 1 tashlamayotganlar deb tashlatadigan bu Tayson. Kuchingdan. O'qiyapman Tayson men, oliy diplom oldim. Studentman, o'qiyapman. Sana 50 ga kirib qo'lingga diplom o'yaringga qo'yib qilyapman deb bilib o'tasan kamiding bo'ldi. 1,5 ming dollar sarfladim. Shuni Yo'nalish nima? Yo'nalish nima, jo'ra? yo'nalishi kompyuterlik. Hozir kompyuter ancha rivojlanib ketyaptiki, internet hamma narsa. O'shancha kompyuterga topshirib qo'ydim. O'qib yotibman. Men to'xta, o'zim biron joyga borib shunday avtobus tashaveray deb biladi. Men ham o'qiyman, hali qo'limdan keladi. Inshaalloh o'zimni ajdarha jangchi yasayman yaqinda. Jim ajdarha jangchi nomi shunday dabdala bilan. Jo'ra, qachon uylanasan? Qachon uylanamanmi? Jigar, u oilaviy narsalardan gaplashmaylik, boshqa narsalardan ber. Tursun bezovta qilmayaptimi? Jangdan gapir, jangdan. Qo'lim yelkam chiqib ketgan, jangni qanday gapiraman, uni endi erta doktor borishim kerak. Konkretni gap so'z yo'q. 11-may xudo xolisa inshaalloh urushaman. Men fikr xayolim polni shunga qaratilgan. Keyin odam juda ko'p keladi. 11-may xumarini to'ladi, bor, g'itcha to'ladi. Hammani fikr xayoli shunda. Mayda men ham urishsam kerak. Mayda konkretni men gaplashdim, xudo xolasa. Sen bilmayman, sen men gaplashyapman. Ish qilib, buyog'i yuzimiz yorug' bo'lsin, nima bo'lsa ham Alloh yuzimizni yorug' qilsin. Mana shu narsani kelishib olsam men. Nasib bo'lsa, mana shu narsani kelishib olsam. Xudo o'zi kelishib olasan, jo'ra. Bir 20 ming dollar so'radi, jo'ra. 20 ming dollar so'rasang, cho'sit qilar. Nima uchun yuribmiz? Hammamiz ham tirikchilik uchun yuribmiz. Mana bu uying, joying bemalol, keyin to'yda qilamiz. Nasib bo'lsa. Oldi qochdi yo'qda, o'zi yosh ham ketdi-da onasini. Qariyapmiz dedi. Shunday jo'ra onasini. Bitta qizni topish kerak. Agar mabodo topolsak. O'zlarga qiz ham tegmasa kerak. Buncha narsadan keyin kim tegadi senga, menga? Voy, kiyovni mashqaliga, aktoganligida joy qilingan. Kim o'zi, qaysi biri o'tsa, ana donga chiqib, aktoganliga menga jang ber. degan yigit. Teksi ham bir o'ris-po'ris bir chetdan meni hech kim tanimaydigan teyishi mumkin, tanigan. Qozog'istonda yuribman, o'ris menga qarab Saturn-da dedi. Meni Saturn, я боюсь dedim. Ты красавчик, только dedi. Period dedi, gazavat dedi. Men yuziga qarab spasiba большая dedim. Nima deyman endi? Qozoqlar his qilib, qozog'im bizga qiz bermaydi bori. Onasini yemsin bori, xudo xolasa inshaalloh. Shunday borki, prokurorning qizini olaman.
Nasib bo'lsa, Bittada nasib bo'lsa. oldimni qaytarmaydi bu. Niyatingga erishgin. Inshaalloh jo'ra. Bittada shunday. Tamom. Shunday sen bu sovchi bo'lib borasan. Nasib bo'lsa. Ayamda olib borasan. Sovchi bo'lib shunday aytasan, agar Inshaalloh. bermasa qarsilatasan, ishlab olib berasan bilan ochib. Bilasan-ku, Tayson tog'alarni ko'rsa qaltirab qo'yadi-ku. Qaltiratib qo'yaman-ku, bilasan. Onasini ham sen. 20 ta qizni sevib qolganman. Farqi yo'q, hammasiga borasan sovchilik. Bittasini ishla, bittasini ko'karasan. 20 tasidan foyda yo'q. Foyda bor ekan. Hammasi banker, hammasi vazirlikda ishlaydigan shular topyapman. Ammo mustahkam bo'ladi. Sen boshqa davlatdagi nimadir problema qilib qo'ysang, men yordam beraman senga. Bittasini ishla, bittasidan foyda, bittasi yaxshi baribir. Endi qo'yib yubormasa ham kerak, buncha ishimdan keyin o'laman. O'zbekiston bizimizga nasib bo'lsa inshaalloh qiladigan niyatlar ko'p hali. Vaqt yetamakan deb qo'rqaman. Vaqt yetmay qolishidan. Shunaqa ko'p niyatlarim borki, shunaqa qiladigan narsalarim ko'pki. Vaqtim yetamakan deb. Vaqt yetadi oshna. Oxir baxayr bo'lsin-da. Oxir baxayr bo'lsin. Nima bo'lsa ham oxir baxayr bo'lsin. O'zi ham lovullab yonyapmiz shu. Aytadiki, osmonga naqadar cho'qqaya chiqishingdan keyin pastga tushishingni ham o'ylagin. Shunaqa jigar. Eng yomon narsa shuda.